bir olti sotuvli kottejimizni bitta obzorni beramiz. Metroga 700 metr birinchi bekatga. Bitta ko'rasizlar. Bitta o'sha 6 ta kottej, hammasida odam yashaydi. Mana birinchisi sotilyapti. Bitta uy ishlarini obzorni qilib ko'rsataman. Eshikdan kirganimizda hovlisi ham katta qoldirilgan. Bemalol 4 ta mashina ketadi. Bu yoqda sanuzelimiz ko'chadiga. Uy ishlarini obzorni ko'rsataman. Uyga kirib kelganimizda o'ng qo'limizda oshxona kutib oladi. Hamma mebel texnikalari qoladi. Bu yerda kichkina hol. O'ng qo'limizda birinchi etajdagi zalimiz. O'rtada detskiy xona, spalniy foydalansa ham bo'ladi. Bu yerda birinchi etaj sanuzelimiz. Ikkinchi qavatda ham obzorni ko'rsatamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bolalar detskiy xona, bolalar uchun. Mebel texnika qoladi hammasi. Bu yoqda ikkinchi qavat zalimiz. Bu yoqda ota-onalar uchun spalniy. Bu yerda ham mebel texnika qoladi. İkinci qavat sanuzelimiz bu yerda. Narxi $105,000. Qiziq bo'lsa telefon qilib olasizlar, alohida nomer qoldiramiz.